Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Bu yil 7 oyning 5-kuni 2009 yildagi 5-yo'l Urumchi voqeasiga to'g'ri 8 yil bo'lgan unutilmas xotir kuni. Şu münasebet bilen Amerika, Kanada, Germaniya, Türkiye, Şvetsiya, Gollandiya, Norvegiya, Avustraliya, Belgiya, Fransiya qatorliq davlatlarda yaşaydigan Uyg'ur jamoati Uyg'ur tashkilotlarining yetakchiligida Xitoyga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyish o'tkazdi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadri xonim shu kuni Washingtondagi namoyishga qatnashdi hamda namoyish akliga nutq so'zlab, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan davlat terrorligini qattiq aybladi. Radyomuzga kelgan inkaslardan ma'lum bo'lishicha 7 oyning 4-kunidan e'tiboran Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar Misr soqchilarining uyma-uy bostirib kirib tutqun qilishiga uchragan. Egallanishicha, hozirgacha Misrda tutqun qilingan Uyg'ur o'quvchilarining soni 100 dan oshib ketgan. Misr doiralarining ularni Xitoyga qaytarishga urinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Misr hukumatining Uyg'ur o'quvchilarga qaratgan og'ir besimi va tahlikasi xalqaro matbuotlarning diqqatini qo'zg'adi. Xalqaro kishilik huquq tashkiloti Xitoy bo'limining mas'uli Sofiya Richardson xonim bu haqda jiddiy inkas qaytarib, Xitoy bilan Misr hukumatini eng aqalli inson haqlari prinsiplariga hurmat qilishga chaqirdi. Shimoliy Amerikadagi Uyg'ur jamoatining 3-navbatlik futbol lo'nqisini talish musobaqasi 7 oyning 1-kunidan 4-kunigacha Amerikaning Boston shahrida o'tkazildi. Bu qitimliq musobaqada Virginia Uyg'ur birligi komandasi, Virginia Teklimakan komandasi, Kaliforniya Uyg'ur komandasi, Boston New York birlashma komandasi va Kanada Uyg'ur komandasi bo'lib, jami 5 komanda musobaqalashdi. Eng oxirgi hal qiluvchi musobaqada Virginia Uyg'ur birligi komandasi 1ga qarshi 2 natija bilan Kaliforniya Uyg'ur komandasini yengib chempion bo'ldi. Sanjida turishliq bir advokatning radiomizning Hong Kongdagi muxbiriga bildirishicha, qonunsiz haj qilgan degan bano bilan necha yuzlagan Uyg'urning Sanjidagi bir qamoqxonada solanganligi ma'lum bo'lmoqda. Radiomizning bu haqda yana ilgirlab ahvol egallashi davomida Sanji shaharlik qamoqxona bu haqda tafsiliy uchur berishni rad qilgan bo'lsa-mu, biroq qamoqqa tutilgan Uyg'urlarning borligini inkor qilmadi. Dünya Uyghur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishid Sanjida qamalganlar orasida oz sonda tunganlar bor bo'lsa-mu, lekin mutlaq ko'p qismining Uyg'ur ekanligini ilgari surdi. Yillardan buyon chet elda aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur siyosiy faoliyatchi va diniy ulamo Abduqodir Yapchan Xitoyning besim ishiltishi bilan Turkiyada Ilham Mirza qamoqda tutib turilmoqda. Xitoy hukumati yana Abduqodir Yapchanning Qashqar Yenishan noyasiga qarashliq Yapchan yezisidagi urug' tuqqanlarini chatma javobgarlik tortayotganligi ma'lum. Radiomizning Yapchan yezisidan ahvol egallashi davomida Abduqodir Yapchanning urug' tuqqanlaridan oz deganda 20 kishining qamoqqa ilinganligi oshkorlandi. 5-yo'l voqeasining 8 yilligi munosabati bilan bosh shtabi Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti 3-iyul kuni bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoy hukumatini 5-yo'l voqeasidan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lgan Uyg'urlar haqida ma'lumot berishga, xalqaro qonun nizomlariga va eng aqalli inson haqlari prinsiplariga rioya qilishga chaqirdi. Bayonot yana Erkin Osiyo radiosi bilan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti dalillagan necha o'nlagan g'oyib Uyg'urning delosi tilga ilinib 8 yildan buyon Xitoy hukumatining bu haqda hech qanday uchur bermaganligini qattiq tanqidladi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.